Sizlarga 60 kvadratlik xonadonimizni maketdan ko'rsatmoqchiman. Mana bu. 3 ta derazasi, ya'ni 3 ta derazasi bilan birga balkon. Bu mehmonxona, yotoqxona va oshxona. Oshxonamiz balkoni ham bor, hamda alohida vonna tualeti ham bor. Xo'p, ushbu xonadonimiz pulga chaqqanda necha pul bo'ladi o'zi? Qisqa qilib aytganda, boshlang'ich 50 million so'm to'lov qiling. Boshlang'ich 50 million so'm to'lov qiling va oyiga 7 million 100 ming so'm har oyi to'lovni amalga oshiring va natijada 2 xonalik 60 kvadratlik patkulch xonadonga ega bo'lasiz. Shunchaki oson. 50 million boshlang'ich to'lov qilasiz, har oy 7 million 100 ming so'mdan va Qorasuv massividan 2 xonalik 60 metr kvadratlik patkulch xonadon tayyor degani. Bu xonadonlar mana shu stil, mana shu dizaynga ega ko'rinishda quriladi. Bu xonadonlarimizni topshirish muddati 2027-yilda o'z egalariga topshiramiz. Xohlasalar patkulch, xohlasalar korobka, sizga boyaga chiqarib bergan narxim bu patkulch narxlar. Tezda ulgurib qoling, xonadonlarimiz soni cheklangan. Agar batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada batafsilroq ma'lumotga ega bo'ling. Sizlar bilan Qorasuv uylari ko'rishguncha xayr.